Denov shahar markazi Guliston City'da joylashgan yangi domlarda 2 xonali Euro remont, hali odam yashamagan, endi remontdan chiqdi. 2 xonali uy ijaraga beriladi. Srochniga mana xonadonga kirganingizda proxoshka qismi, e'tibor bering, alohida dizayn, aboylar, qimmatbaho aboylar и svitlarigacha ishlangan. Xo'p, xonadonga kirganimizda o'ng qo'l tomondagi birinchi xona bu xona, ya'ni ovqatlanish uchun mo'ljallangan. Bu yoqda balkon yoki mehmonxona uchun. Xo'p, dizayn shunday qurilgan. Bu yerda ham alohida o'zini aboyi, tepa qismi, fasad qismlari ishlatilgan. Yonida, yana o'ng qo'l tomonida oshxona qismi. Xo'p, hurmatli do'stlar, bu yerda hali odam yashamagan, endi remontdan chiqaryapti. Uzoqroq muddat turuvchi oilalar uchun bu yerga qilib beriladi narsalari. Xo'p, rakvina, kuxonniy mebel, xo'p, gaz plitasi va kir moshina, muzlatgich qilib beriladi. Yonida balkoni. Balkoni ham juda katta, kengish, qarang. Balkonni qarang. Atmosfera jome mahalla. Ko'rib turibsiz. Go'zal. Shaharda orqa qismida, ya'ni jome mahallaga qaragan. Xo'p, balkondan chiqqanimizda mehmonxona, bu xonadan yuramiz. Ko'cha qismidan kirganimizda ko'rib turibsiz, keyingi xonamiz mehmonxona bu. Mehmonxonani ham dizayni alohida dizayn, o'ziga yarasha konditsioneri bor, televizori bor. Bu 32 talik, agar boshqaga almashtir desa 40 talik ham qilib beriladi. Isitish tizimi bor, obogrevatel yoqiladi, xonadon isiydi. Faqat hali gaz kelmagan. Ko'ryapsiz. Xo'p. Yonida dush va hojatxona, alohida. Hojatxonasi, bu yerda dushi. Xo'p, oluvchilar bo'lsa, aloqaga chiqishsa, batafsil ma'lumot beramiz, telefon raqamlar qoldiramiz. Xo'p, ijarasi $300 deb baholanyapti. 250 ga qilib o'tib beriladi. Agar doimiy uzoq muddat turadigan oilalar bo'lsa, narsa qarab, общий jihozlarini beriladi. Yanada mebel yoki bo'lmasa boshqa kerakli jihozlar qo'yib beriladi va xonadon narxiga hisoblab olinadi. Aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumot uchun telefon raqamlariga. Denov Makler kanalini kuzatib boringlar, hurmatli do'stlar. Mana shunaqa lyuks uylar faqat bizning kanalda.